Siz bitta inson butun boshli qo'shinni mag'lub etishiga ishonasizmi? Bu Shimshon. Uning kuchi hech qanday mantiqqa bo'ysunmasdi. Uning g'ayritabiiy qudrati siri Tangriga berilgan muqaddas ahdi va tug'ilgandan beri kesilmagan sochlarida edi. U hatto shahar darvozalarini yelkasida tog' cho'qqisiga ko'tarib chiqqan. Egamizning ruhi Shimshonni qamrab olib, kuchini oshirdi. Shimshon sherni xuddi uloqchani parchalaganday qo'llari bilan osongina ikkiga bo'lib tashladi. Lekin eng buyuk pahlavon ham xiyonat oldida ojiz qolishi mumkin. Dalila uning ishonchiga kirib, kuchining siri sochlarida ekanini bilib oldi. Shimshon uxlab yotganda Dalila uning sochlarini kesib tashladi. Qasam buzildi va ilohiy quvvat uni tark etdi. Dushmanlar uni asir olib, o'zlaridan ayrishdi. Endi u oddiy inson edi. Ammo Shimshon so'nggi bor Xudoga iltijo qilib madad so'radi. U bor kuchi bilan ustunlarni itardi va butun ibodatxona quladi. U o'z o'limi bilan xalqini zulmdan va dushmanlardan ozod qildi. Sizchi, hayotingizdagi eng katta in'omni nima uchun sarflayapsiz?